Bu mashinamiz evakuatordan tushyapti, Changan. Assalomu alaykum. Xo'p, orqada turgan Changanni ko'rayotgan bo'lsanglar, egalari o'zligi uyligida akkumulyatorni o'zgartirishgan. Akkumulyator o'zgartirgandan keyin mashina skorost yo'q bo'lib qolgan. D bilan R yo'q bo'lib qolgan. Xo'p, telefon qilib mashina deyishdi. Aka olib keling dedim. Bitta ko'ringlar dedim. Baxtingiz dedim, mashina blokka tushgan bo'lsin dedim. Hozir mashinani qarasam, haqiqatan blokka tushgan. Taxmin shunaqa bo'ldi. Baxtingizga shunaqa bo'lsin dedim. Chunki bu yerda D bilan R yo'q bo'lib qoldi. Bo'ldi. Endi g'olam bitta yurib tekshirib ber ukam. Xo'p, yur. Mana mashina orqaga yurdi. Endi oldiga yur. Mana. Okalar, bu videodan chiqarayotgandan maqsad mashina akkumulyator o'tirib qoldimi? Do'qli bo'lib qoldimi? Iloj bo'lsa ustaxonani ustalarni chaqiringlar, bilmasanglar yoki mana shunaqa alishtirasizlar, mashinani blokka solib qo'yasizlar, skorost yo'q bo'lib qoladi. Keyin falon pulga tushasizlar. Shunaqa holatda birov yoki telefon qilib maslahat so'ranglar yoki ustaxonaga olib kelinglar yoki ustani olib borib ko'rsatinglar. Kimga agar shunaqa xizmat kerak bo'lsa, BYD Avtomasterga murojaat qilaverasizlar. Ishlarni chiroyli qilib, ko'ngilli qilib bitkazib beramiz. Hisob olinglar, 33 kodi bilan 153 53 53 telefon qilaverasizlar.